Man Ismailova Dilfuza Qurbonova, O'zbekiston tadbirkorlik biznes va xizmat ko'rsatish sohalari xodimlari kasb uyushmasi Toshkent shahar birlashgan qo'mitasi raisiman. Bizning ish faoliyatimiz quyidagilardan iborat. Hozir esa xodimlarimiz ish faoliyati bilan qisqacha tanishtiramiz. Man Ismailova Dilfuza Qurbonova, O'zbekiston tadbirkorlik biznes va xizmat ko'rsatish sohalari xodimlari kasb uyushmasi Toshkent shahar birlashgan qo'mitasi raisiman. Bizning ish faoliyatimiz quyidagilardan iborat.
nodavlat tashkilotlarini kasaba uyushmasiga jalb qilish maqsadida chiqib ketyapmiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida eng oliy qadriyat sifatida inson, uning hayoti, qadri asos qilib olingan. Tarmoq kasaba uyushmasi Toshkent shahar birlashgan qo'mitasi ham Prezidentimiz olib borayotgan siyosat, bu borada qabul qilinayotgan qonun, farmon va qarorlar, qolaversa amalda qo'llanayotgan turli imtiyozlarga, asosan mehnat ahliga moddiy va ma'naviy ko'mak berish, ularning salomatligini va dam olishi bilan bog'liq masalalarni hal etish, mehnat qonunlari va jamoat shartnomalarini ijrosida muntazam nazorat qilish, jamoatchilik ongida o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini tarbiyalash, ishchi va xizmatchilarning tashabbuslarini rag'batlantirish faoliyatimizning asosiy mezoni hisoblanadi. Qolaversa, yurt taraqqiyoti yo'lida birlashaylik degan g'oya harakat dasturimizning negizini tashkil etadi. Kuchli kasaba uyushmasi bu baquvvat, jangovar, har ishga qodir boshlang'ich kasaba uyushmasi tashkilotidir. Bunga ustav talablari, qabul qilingan qarorlarni bajarmasdan, ijroni nazorat qilmasdan, eng muhimi ish natijasi uchun barcha darajadagi kasaba uyushma organlarining o'zaro mas'uliyati va sa'y-harakatlari birligi va birdamligisiz erishib bo'lmaydi. Shu maqsadda hisobot davrida jamoa kelishuvlari va jamoa shartnomalarini tuzish, uning ijrosini nazorat qilish va ta'minlash bo'yicha o'quv seminarlar o'tkazildi. Demokratik davlatni shakllantirish, xodimlar manfaatini himoyalash, ish beruvchi bilan bu xodimlar o'rtasida munosabatlarni qonuniy tartibga soluvchi hujjat jamoa shartnomasidir. Jamoa shartnomalarini bilasizmi? Konstitutsiyaning baxtimiz qomusi mavzularida davra suhbatlari va o'quvlar o'tkazildi. O'zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasining malaka oshirish instituti nodavlat ta'lim muassasasida shahar kasaba uyushmalari xodimlari va faollari o'qitildi. Kasaba uyushmalari xodimlari malakasini oshirish bo'yicha shaharda 90 dan ortiq o'quvlar, seminarlar, kasaba uyushmalari faoliyatidagi dolzarb muammolarga bag'ishlangan 200 dan ortiq davra suhbatlari tashkil etildi. Davlat dasturlarini amalga tatbiq etish borasida qabul qilingan jamoa shartnomalari orqali mehnat jamoalari o'zlarining moliyaviy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda Navruz, xotira va qadrlash kuni, Ramazon hayiti, Mustaqillik bayrami, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bayramlari arafasida kam ta'minlangan, ko'p bolali, yolg'iz oilalar, urush va mehnat faxriylari, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan keksalar, talaba va o'quvchilardan jami 660 kishiga korxonalar va kasaba uyushma mablag'lari hisobidan 350 million so'mdan ziyod moddiy yordam ko'rsatildi. Hisobot davrida mehnat muhofaza qilish ishlarini tashkil etish bo'yicha eng yaxshi korxona, kasaba uyushmasi qo'mitasi, yosh mutaxassis, mehnat muhofazasi bo'yicha saylangan vakillar ko'rik tanlovining shahar bosqichi muntazam ravishda o'tkazilib, g'oliblar munosib taqdirlandilar. 28 aprel Butunjahon mehnat muhofaza qilish kuniga bag'ishlangan davra suhbatlar, seminarlar o'tkazildi. Ushbu yo'nalish bo'yicha muntazam ravishda ommaviy axborot vositalarida, jumladan gazeta sahifalarida 20 dan ortiq maqolalar chop etildi, veb-sayt sahifalarida ma'lumotlar berib borildi. Bizning 5 yillik faoliyatimizdagi o'tkazilgan tadbirlar fotolavhalari.
Sizlarga mustahkam sog'lik, el yurti farovonligi yo'lidagi ezgu ishlaringizda ulkan zafarlar tilab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.